İmamның cümə xutbasida ikki qo'lini ko'tarishi bidat. Savol. Cümə xutbası so'zlayotgan imamның ikki qo'lini ko'tarishining hukmi nima? Fatvo berguvchi ikki haramning ustozi Alloma ibn Usaymin rahimahulloh. Javob. Bundaq qilishning shariatda asosi yo'q. Sahobalar Alloh ulardan rozi bo'lsin, cümə xutbasida ikki qo'lni ko'targan Bishir ibn Marvonga qarshi turgan. İmam Muslimning cümə namozi bobida bu haqda buni hadis bor. Bishir ibn Marvon cümmədə ikki qo'lni ko'tarib duo qiladi. Buning bilan Umara ibn Ruwayba radhiyallohu anhu Alloh bu ikki qo'lni quritib etsin. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xutbada mundaq qilgandan boshqani ko'rmadim deb ko'rsatkuch barmoqni ishorat qilib ko'rsatdi. Biroq cümə xutbasida yomg'ir tilash duosi o'qilsa, ikki qo'lni ko'tarib duo qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam cümməning xutbasida yomg'ir tilash duosi o'qib ikki qo'lni ko'targan. Sahobalarmi u zotga ergishib qo'llarini ko'targan. Biroq buningdan boshqa chog'da cümə xutbasida duo qilganda ikki qo'lni ko'tarib duo qilish imomgami, jamoatgami durust emas. Holbuki bu bidat. Chunki dinda yangidan paydo bo'lgan ishlarning har qanday bidat. Fatvo Arkanul Islom 2-jild 149-bet. Furqon Da'vat markazi tarjim qilib tarqatdi. Mujtahidlar fatvolar blogidan elindi.